Assalomu alaykum. Bugun mani usulimda moxora qilamiz. Birinchi bo'lib qozonda suv qaynatib, go'shtni solib, ko'piklarini olib, 2 ta po'sti archilmagan piyozdan sovuraman rang berish uchun va 3 ta piyoz sovuraman, katta-katta to'g'ralgan. Hamma sabzavotlarni tayyorlab olib, birinma-ketin sovuramiz. Bolgarskiy perets, sabzi, pomidorni sovuramiz. 3-4 ta zubchik chesnok sovuramiz. 2 piyola ivitilgan no'xat sovuramiz. Qizil mix priprava va 2 dona lavroviy list sovuramiz. Men 1 kilo no'xat olib, yarim kunga ivitib qo'yib, qolganini morozinnikka solib qo'yaman. Zelenni ham shunaqa puchoq qilib sovuraman. 5 soat qaynagandan keyin tuz sepib, kartoshkani qo'shib, yana yarim soat qaynataman. Endi pomidorlarni, piyozlarni, keyin zelenni olib tashlaymiz hammasini. O'sha bular kerak emas bizga. Endi chiroyli qilib ovqatimizni suzamiz. Unaqa quyuqqina bo'lsa menga yoqadi. Qish kunlarida gazli pasayganda ertalab solib qo'yishlar kechgacha tayyor bo'lib qoladi. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Prosmotr uchun hammaga rahmat.